Assalomu alaykum. Hurmatli Shavkat Miromovich Mirziyoyev, prezident bo'lamiz. Mana shu stadion Qashqadaryo viloyati Koson tumani Jizzalik mahallasiga tegishli bo'lgan stadion. Mahallani stadioni. Bu endi 35-40 yil oldingi bo'lgan stadion. Bu yerdan oldingi tarkiblar futbol o'ynab ligagacha chiqishgan. Men eshitganman, u vaqtlar men o'zim bo'lmaganman. Mana shu kunga kelib bu stadionni bir tadbirkorimizga sotib olgan. Bu yerda o'zini shaxsiy manfaati sifatiga foydalanmoqchi. Mana shu stadion mana bunisi qurib qo'yilgan sotish maqsadiga, bitkazildi deb sotilgan stadion. Mana shu uchun 2 yildan beri biz talashamiz, tortishamiz. Tumanimizga yozishamiz, ariza murojaatlar bilan chiqdik, og'izaki hech hal bo'lmayapti. Shuni hal qilib berishingizni iltimos qilamiz. Mana shu yerga bizning mahallamizning yoshlari mana kurash musobaqalarini o'tkazadi. Mana shu yoshlarimiz shu yerga kross qiladi. Yo'lga kross qildiramiz, qo'yishmayapti. Apasni gayla kelib safrajdeniya qilib yo'lga yugurish mumkin emas deyapti. Mana shu mahallamizga, bitta o'zimiz mahalla emas, 4 ta mahallaga tegishli bo'lgan stadion bu. Kurash tadbirlarimiz, prokuror kuboklari mana shu yerga o'tkazilyapti. Mana shuni mahallamizga qolishini sizdan iltimos qilamiz. Hozirgi kunga kelib hokimligimiz, tumanimiz hokimligidan bo'lgan muzokaralar bilan shu yarmiga yarim berilishiga kelishildi. 2 yildan beri kurashib kelib, mana shu yerda yarmini bizga berasi bo'ldi. Mana bu 1 gektarlik stadionni 45 sotigini berasi bo'ldi. Lekin 45 sotigi 60 ga 40 degani. 60 ga 40 dan katta stadion chiqmaydi. 120 ga 80 buni o'zi asli. Endi stadionlar, sun'iy poliyalar 120 ga 90 qilib quriladi. Shuni biz sizdan so'raymizki, mahallamizga qolishini iltimos qilamiz. Bu bitta tadbirkor kissasini qappaytirib, o'zini manfaatiga olib ketavermasin. Shuni mahallamiz mana yoshlari, mana Abbos ustozimiz, Soyib aka, Qurbonovlar, mana shular mana yoshlarni tirnoqga qildirib, shu yerga kross mashg'ulotlarni o'tkazyaptilar. Bu yerga bitta tadbirkor olib kissasini qappaytirib o'zini manfaati uchun yuritmasin. Mana shu sport orqali taniladigan yoshlarimiz qanchadan qancha yo'q emas bor. Tekshiramiz bir xil. Bu oldinga sen orqaga tursan, qanday birinchi bor kelding? Baklashdan qo'y, turmushlaring bo'lsa. Onamga kelaman, dejurba tezasini.